Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni ham kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunday ekizak ona bola ishqibozlar. Akalar, bugungi videomizga ona bolani zo'ridan ekizagidan xudo xolisa olib kelganmiz. Bugungi videomizga chiqarib beramiz, chiroyli qilib ularga ma'lumotlarni berib, xudo xolisa chiroyli qadrga berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizda yangilar obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Akalar, hozirda biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'zimizning xonadonga kelgan ona bola qo'yamiz video. Syomkachi joylardamiz. Akalar, bugungi videomizga 6 dona hammasi ikizak ona bola. 6 dona hammasi ikizak, bolalari ikkitadan hammasiniki. Bolalari 3 tasiniki ikkalovi ham sovliq. Ikkitasiniki ikkalovi ham qo'chqor, bittasiniki qo'chqor sovliq. Qo'ylar hammasi shu Kashtan Sovetidan yetib kelganiga 3 kun bo'ldi o'ylar. Yetib kelganiga 3 kun bo'ldi, yeb ishlari a'lo darajada. Bir hafta 10 kungacha sinov olasizlar. Bolalarni o'ta zo'r, sifat narsalar hammasi bir-biridan go'zal. Jonivorlar, Kashtan yaltirlaydi jonivorlar. Onalarining yoshlari, akalar, onalarining yoshlari yonidagi bolalar 2-3 bolalar, qari qo'ylar emas. Onalari ham bo'ylari 80 pilis qo'ylasizlar. Qo'ylar o'ta zo'r narsalar mana. Hammasi bir-biridan kelishgan jonivorlar. Bolalarning boqishlari qarang. O'ta zo'r. Jonivorlar o'ta zo'r. Bolalari hammasi dumbalari ham tikka jonivorlar. Birontasiga osilib ketgan emas. Bolalari ham o'sha haligisi bir hafta u yog'iga 10 kun, 15 kun atrofidagi qo'zlar bolalari ham. Shuni qaranglar, o'ta zo'rlar. Bularni videoda qisqa qilib hamma haliginisi narxda. Narxlari ham arzon, xudo xolisa arzon kelgan, arzon qilib chiqarib beramiz. Narxlarini hammasini bir joyga olaman deganga 5.500.000 so'mdan dastavkalarimiz Toshkentgacha. Undan u yoqqa kelishilgan holatda chiqarib beramiz. 5.500.000 dan 6 tasini hammasini bir joyga olaman deganga dastavka qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bitta ikkita olaman deganga 100.000-200.000 pilusi bor. Ichidan tanlab olaman, qo'chqorning bolasini o'zini olaman deganga 200.000-300.000 pilus olib qoladi. Shu bilan akalar, bugungi videomizga shular. Videoda qanday xato kamchilik etganimiz oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Hali bundan da zo'rlari oldinda. Kanalga yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.